O'zbekiston Respublikasi Biznes ombudsman devonida tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda tadbirkor ayollarning huquq va manfaatlari biznes ombudsman himoyasida mavzusida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tadbirkor ayollarni qiynayotgan tizimli muammolar, qonunchilikdagi bo'shliqlar va davlat organlari bilan bog'liq nizoli vaziyatlar muhokamalar markazida bo'ldi. Bugungi kunda ayollar tadbirkorligi mamlakatimiz iqtisodiyotida tobora muhim o'rin egallab, xotin-qizlarning ishbilarmonlik faolligi yildan-yilga ortib bormoqda. Shu bois tadbirkor ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning faoliyati davomida yuzaga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida hal etish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'tkazilgan ochiq muloqot ham aynan xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va ularning huquqiy himoyasini kuchaytirishga qaratildi. Mamlakatimiz tadbirkorlarining qariyb 40% ayol tadbirkorlarga to'g'ri kelyapti. Bu juda ham quvonarli hol. Bugungi tadbirda tadbirkor ayollarimiz yer masalalari yoki banklardagi muammolar, kredit olish bo'yicha to'siqlar to'g'risida o'zlarining muammolarini gapirib o'tishdi. Bu uchrashuv o'ylaymanki, ayol tadbirkorlarimizga yanada o'z bizneslarini mukammal tashkil qilishga, qo'rqmasdan jahon miqyosiga chiqishga hamda yanada ko'plab ishchi o'rinlarni yaratishga imkon beradi deb o'ylayman. Uchrashuv davomida 20 dan ortiq tadbirkor ishtirok etib, soha vakillari o'zlari duch kelayotgan muammolar yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri biznes ombudsmanga murojaat qilish imkoniga ega bo'ldilar. Xususan, yer, kadastr, arxitektura, tashqi reklama obyektlarini joylashtirish, sudlarda tadbirkorlar manfaatini himoya qilish, davlat organlari va tadbirkorlik sohasidagi nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligini yanada kuchaytirish borasidagi muammo va takliflar bildirildi. 2006-yildan tadbirkorligimiz boshlaganman. O'sha biz ishlagan paytlarimizda faqat ishlardik, bunaqa moliyaviy savodxonligimiz bo'lmagan. Prezidentimiz qarorlari bilan hozirgi paytda o'qiyapmiz, moliyaviy savodxonligimiz oshyapti, yaxshi natijalarga erishyapmiz. Bugungi tadbirdan ham o'zim kutgan natijalarni oldim. Savollarimga javob oldim. Tadbir yakunida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi hamkorlik mexanizmlari belgilab olindi. Masuda Somidinova, Quvonchbek Mavlonov, Poytaxt.